Yurak to'satdan tez urib ketganda bemorlar tomonidan yo'l qo'yiladigan 3 ta xatolikni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. 3-xatolik bu vrachlar uchun juda bir muhim hisoblanadi. Demak, birinchi xatolik bemor vahimaga tushishi. Paroksimal taxikardiyada demak bemorning yuragi 90 ta, 80 ta urib turgan yurak to'satdan 200 taga chiqib ketadi. Agar birinchi, ikkinchi epizod bo'lsa bemorni tushunsa bo'ladi. Lekin 2-3 yildan beri taxikardiya bilan yurgan bemorlar yuragi 200 ta urgan payti vahimaga tushadigan bo'lsa, vahima hisobdan demak stress gormonlari organizmda oshib ketadi va demak 200 ta urgan yurak 220 ta, 230 taga bo'lishi mumkin. Ya'ni vahima taxikardiyani chastotasini yana oshirib beradi. Kasalning ahvoli yana ham yomonlashadi. Shuning uchun birinchi navbatda vahimani o'rnini bemor tinchlanib olishi kerak. Ikkinchi qilinadigan xatolik o'z vaqtida tez yordam shifokoriga murojaat qilmaslik. Taxikardiya boshlandi. Demak, kasallarga biz tushuntirib beramiz vagus probalarni, ya'ni uyda kasal qilishi mumkin bo'lgan ishlar bor. Agar o'sha ishlar orqali taxikardiya to'xtasa, bu zo'r, muammo yo'q. Agarda demak bu ishlar orqali taxikardiya to'xtamaydigan bo'lsa, bu probalar orqali demak kasal uyda o'tirmasdan tezroq o'zi demak tez tibbiy yordam xodimini chaqirish kerak yoki o'zi tezroq shifokorga murojaat qilish kerak. Ya'ni taxikardiya qancha vaqtli to'xtatilsa, kasalning holati organizm uchun bu yengillik hisoblanadi. Shuning uchun uyda vaqt o'tkazmasdan o'zingiz murojaat qiling shifokorga. 3-xatolik bu juda bir muhim xatolik va juda ham ko'p uchraydigan xatolik. Kasalning yuragi tez uradi, doktorga boradi yoki doktor chaqiradi, doktor taxikardiyani to'xtatib beradi, lekin taxikardiya to'g'risidagi ma'lumot kasalning qo'lida yo'q. Kasal murojaat qiladigan doktorlarning asosiy qismi bu tez tibbiy yordam shifokorlari. Ular sizga faqat shoshilinch ravishda yordam berishadi. Keyinchalik rejali yordamni sizga berisha olmaydi. Rejali yordamni biz beramiz. Demak, kasallikdan qutulish uchun yoki operatsiya yoki dori bilan davolanish tavsiyasini aritmolog shifokor beradi. Kasal bizning oldimizga keladi, yuragim tez urdi, doktorga bordim, ukol qildi, undoq qildi, bundoq qildi, lekin kasalning qo'lida hech qanday hujjat yo'q. Iloji boricha paroksimal taxikardiyasi bor kasallar demak taxikardiyadan oldin EKG bo'ladi. EKGni doktor sizga bermagan taqdirda ham telefoningizga o'shani rasmini olib qo'ying va demak aritmologga o'sha rasmni ko'rsatsangiz, aritmolog taxikardiyani aynan qaysi turiligini ko'radi va shunga mos ravishda sizga tavsiya beradi. Aksariyat holatlarda radiochatotali ablats amaliyoti tavsiya qilinadi, kamdan kam holatlarda dori bilan davolanish. Lekin eng asosiysi aritmolog shifokor sizga to'g'ri diagnoz qo'yish uchun sizni mazangiz bo'lmagandagi EKG muhim.